Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farzandingiz o'qiydi adashmasam. Albatta. Nima uchun boshqa maktablarda ichida logos tanlagansiz? Ha, logosni biz til bo'yicha tanladik. Arab tili, koreys tili, rus tili, aslida rus tili, ingliz tili. Shu tomondan bizga ma'qul bo'ldi. O'qituvchilar ham juda ham tartib tarbiyaga juda e'tibor berishar ekan. O'zgarish juda ham katta. Deylik, maktabga borganda boshlang'ich ta'limda olmagan bilimini juda tez o'zlashtirdi. Sanashga, ingliz tili, ayniqsa arab tilini juda ham yaxshi o'rgandi. Menga ma'qul, transport yaxshi, o'z vaqtida olib kelib olib ketadi. O'qituvchilar mas'uliyatlik. Men tavsiya qilaman, bolalarni olib kelishsin. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Men 1-sinfda o'qiydigan Kamronbekda ayasiman. Bizga bu maktab rosa ham yoqyapti. Farzandlarimizni ma'naviy ma'rifiy yuksalish tarafidan ham, bilim jihatidan ham, mana o'zim o'g'lim 2 marta logos отличник olgandan keyin yanada o'qishga bo'lgan qiziqishi oshib ketyapti. Otasi ham shu yerda o'qiydi, 6-sinfda. Ham nimalari o'qishlari yaxshi, juda ham. Masalan, ingliz tilidan, matematikadan, rus tilidan juda ham отличный nevaralarim, ikkalasi ham. Rahmat o'sha o'qituvchilarga ham, hammalariga. Minnatdormiz ulardan.